Qadim zamonda, uzoq tomonda cholu kampir yashagan ekan. Ularning shiringina qizlari bo'lgan ekan. Ular o'rmonda o't-o'lanlar terib, baxtli hayot kechirishgan ekan. Assalomu alaykum azizlar. Bugun men sizlar bilan o'quvchilarimizda yozma, nutq, so'zlashuvni oshirish uchun va ijodiy ko'nikmalarni shakllantirish uchun mo'ljallangan metod bilan o'rtoqlashmoqchiman. Buning uchun bizga oddiy karton quti, har bir oshxonada topsa bo'ladigan kaboblar uchun cho'pchalarimiz, kalka qog'oz, ozgina yelim, telefonimiz va birozgina vaqt kerak bo'ladi xolos. O'quvchilarga sinfning o'zida har xil hikoyalar tuzish topshirig'i beriladi. Mana shu hikoyalarni keyin ular Soya teatrida namoyish qilib berishadi. Va bunda yana bir narsaga e'tibor berishingizni istardimki, har bir hikoyaning ketidan qissadan hissa chiqarishga undashimiz juda ham muhim.